Teplofest qishning eng iliq uchrashuvlaridan biri. Oila bilan kelinadigan, kulgu eshitiladigan, bolalar quvonchi va bayram kayfiyati bir joyga jam bo'lgan makondir. Biz ushbu bayramning bir qismi bo'lib, bolajonlar uchun maxsus zona yaratdik. Yangi yil qayerda bo'lsa, Qorbobo ham o'sha yerda bo'ladi. 26, 27 va 28 dekabr kunlari soat 12:00 dan 21:00 gacha sizni O'zexpo Center birinchi pavilyonda kutib qolamiz. Keling, iliqlik va qulaylikni birga his qilamiz. Dafna stendida uchrashguncha.